Moderatsiyaga yuborilgan tovarlar sizda kutilmoqda razdelida turadi. Qo'shimcha funksiyasini ko'ramiz. Keling, charm hamyonga kiramiz. Mana unga kirdik. Bu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz SEO. Bundan oldin inventarizatsiyaga kiramiz. Birjani boshqarmoqchimisiz? Masalan, bu yerga ptichka qo'yadigan bo'lsak, galочка qo'ydik. Bu yerda tovaringiz nechta bor? 100 ta bormi, 10 ta bormi, bitta bormi ko'rsatsangiz bo'ladi. Yoki bo'lsa yakka tartibda sotiladi qiladigan bo'lsak, bu уже под заказ. Kojani kошелёklar sotyapmiz, charm hamyon sotyapmiz deylik va под заказ qilamiz deylik. Mana bu yerda yakka tartibda sotiladigan galочка qo'yganimizda maqsadga muvofiq bo'ladi. SEO ga o'tamiz. SEO razdeli juda muhim, sababi aynan mana shu SEO razdelga kiritgan ma'lumotlarimizga qarab bizani tovarlarimiz, mahsulotlarimiz Google'da, Yandex.Poyex'da chiqadi. Internetda поисковый sistemada chiqadi. Bunda qiynaladigan bo'lsangiz, opять ChatGPT yordamchimiz bor, kirasiz va bu yerga yozamiz. Mana ma'lumotlarimiz bor. Endi SEO uchun yozib ber. Uchta tilda. Kirdik, GPT yordamchidan so'radik va u bizga tayyor ma'lumotlarni beradi. Ishlashimiz oson bo'lishi uchun. GPT bergan ma'lumotlarni kopировать qilib olamiz va bu yerga просто kopировать qilib olingan ma'lumotlarni вставить qilamiz. Shu bilan tayyor. Ko'rib chiqish uchun yuboring. Mahsulotingizga har safar o'zgarish kiritganingizda har safar moderatsiyaga proverka uchun yuboriladi. Ko'rib chiqish uchun yuboriladi.